Diqqat, tezkor xabar. Shomurodovning super goli va unga Italiyadan, ya'ni o'z klubi Romadan qanday munosabat bo'lmoqda? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va video roligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizdan hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Biz boshladik. O'zbekiston terma jamoasi tarixiy muvaffaqiyatini yana bir yirik g'alaba bilan yakunladi. 2026-yilgi Jahon chempionati yo'llanmasini oldinroq qo'lga kiritgan milliy terma jamoamiz saralash bosqichidagi so'nggi o'yinni Toshkentda va Qatarga qarshi o'tkazdi va raqibni 3-0 hisobda taslim etdi. Bellashuvda Eldor Shomurodov, Azizbek Turg'unboyev va Igor Sergeyevning aniq zarbalari g'alabani ta'minladi. Ayniqsa Shomurodovning ikkinchi bo'limda urgan goli muxlislar yodidan uzoq vaqtgacha chiqmaydi. To'pni o'ng oyoqda nazoratga olib, chap oyoqda darvoza burchagiga yuborgan zarbasi nafaqat maydondagi, balki italiyalik sport nashrlarida ham katta tahsinga sazovor bo'ldi. Italiyaning Vogue Galorosa, It va La Roma 24, It va Siom La Roma It nashrlari Shomurodovning termadagi goli va o'yini haqida alohida maqolalar e'lon qildi. Ular Roma hujumchisining o'yinda hal qiluvchi rol o'ynaganini, o'yin taqdirini hal qilganini, zarba uzatganini ta'kidladi. Shuningdek, rimliklar safida uning kelajagi ham yana muhokama markaziga ko'tarildi. Shu bilan yangiliklarimiz o'sib ketdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video roliklarimizga like bosing.